Samarqand shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 84-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida quvonch va shodlikka boy bo'lgan Yangi yil bayrami bo'lib o'tdi. Bayramona bezatilgan zal, charaqlab turgan archa va rang-barang bezaklar tadbirga o'zgacha fayz bag'ishladi. Eng muhimi, bolajonlarning samimiy kulgusi bayram kayfiyatini yanada ko'tarib yubordi. Bayram tadbirida maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari faol ishtirok etishdi. Ular yangi yilga bag'ishlangan she'rlar aytib, quvnoq qo'shiqlar kuylashdi hamda jozibali raqslar ijro etishdi. Har bir chiqish bolalarning iste'dodi va sahna madaniyatini namoyon etdi. Kichkintoylar turli ertak qahramonlari obrazida sahnaga chiqib, tomoshabinlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Bayramning eng kutilgan va hayajonli lahzalari Qorbobo va Qorqizning sahnaga chiqishi bilan boshlandi. Bolalar ularning katta quvonch bilan qarshi olishdi, birgalikda qo'shiqlar aytishdi va qiziqarli o'yinlarda ishtirok etishdi. Qorbobo bolajonlarni Yangi yil bilan tabriklab, ularga ezgu tilaklar bildirdi. Shuningdek, tarbiyachilar tomonidan tayyorlangan sahna ko'rinishlari bayramga yanada mazmun va tarbiyaviy ahamiyat bag'ishladi. Tadbir so'ngida bolajonlarga Yangi yil sovg'alari topshirildi. Ularning yuzidagi quvonch va hayajon bayramning eng yorqin yakuniga aylandi. Shu tariqa Samarqand shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 84-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida Yangi yil bayrami ko'tarinki ruhda yuqori saviyada o'tkazildi. Ushbu bayram bolajonlar qalbida unutilmas xotira bo'lib qolishi shubhasiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun 2025-yil bilan xayrlashib, 2026-yil yangi yil kirib kelmoqda. Yangi yil barchamizga baxt, omad, quvonch olib kelsin. Shu munosabat bilan Samarqand shahar 84-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida Yangi yil bayrami bo'lib o'tmoqda. Barchangizga azizlar, Yangi yil bayrami muborak bo'lsin, aziz yurtdoshlar.